Mebelga garantiya, texnikaga garantiya haqida eshitganman, lekin qilib berilgan remont uchun garantiyani ochig'i birinchi marta eshityapman. Biz hozir Toshkent City bulvardamiz. Lokatsiyani ham eng dodasi, bulvarni ham eng topoviy nuqtalardan bittasi va 180 kvadrat metr kattalikdagi o'rtoqli xonadonni hozir obzor qilib beraman sizlarga. Qaranglar, uy 95% ga bitgan, bor yo'g'i bitta generalni uborka qilib yorib, mebel texnikalarini joy-joyiga qo'yib qo'ysa bo'ldi va mana shu uyimizni remontini noldan boshlab Elitamont brendidagi do'stlarimiz под ключ remontini qilib berishgan. Mana shu ko'rib turgan razdvijnoy eshiginglardan tortib, kuxonniy mebel deysizlarmi, santexnika, elektrika hamma narsasini aynan do'stlarimiz qilib berishgan va eng qiziq tomoni, ular O'zbekiston bozorida 10 yillik tajribaga ega bo'lib, qilib bergan uylariga 3 yildan 5 yilgacha garantiya berishadi va menga eng yoqqan tomoni, deylik bitta srokka kelishdingiz, srok bo'yicha uy bitmadi. Ana shu holatda Elitamont brendi sizga uyingiz joylashgan lokatsiyani yon atrofidan arendaga uyni o'zlarini hisobidan qilib berishadi. Do'stlarimiz eng minimaldan tortib eng premium sifatdagi sizga remontni qilib berishadi. Farqi yo'q, u kichkina kvadraturali oddiy kvartira bo'lsin yoki katta minglab kvadratli ofis, dacha yoki katta villalar bo'lsin, hamma remontlarni bemalol qilib bera olishadi va eng qiziq tomoni, o'rtoqlar, har hafta siz отчетni qabul qilib olasiz. Uyda nima bo'lyapti, nima jarayon ketyapti, hammasi bo'yicha sizga xat xabarlarni berib turishadi, hattoki xohlasangiz dizaynlargacha o'zlari sizga qilib berishadi. Oldinda turgan inson esa Elitamont kompaniyasining asoschilari hisoblanadilar va siz bosh og'ruvlasiz, xavotirsiz agar uyingizni под ключ remont qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu Telegramga yoki Instagramlarga yoki telefon raqamlariga murojaat qilsanglar bo'ladi.